bugun mana shu ajoyib tabiatga keldim. Havo juda toza, manzara ham juda go'zal edi. Bu tabiatda yugurib juda ko'p energiya oldim. O'rmonli tabiat, suv havuzi estetik ko'rinishda edi. Sog'liq uchun toza havo juda muhim. Shuning uchun uyga keldim va aynan sog'lig'imiz uchun juda muhim bo'lgan ko'p funksional plyusos zakaz qilgandik. Bu plyusosdan keyin deyarli kasal bo'lmaysiz, sababi uyingiz juda toza, ozoda bo'ladi. Oldin tekshirib ko'rdim, uy tozalangan edi, lekin aslida bizni ko'rinmaydigan, ko'rib turganingizdek changli uyda bo'larkan. Roboclean Aura kompaniyasining birinchi funksiyasi bu uyimizni butun havosini tozalab, umuman chang qoldirmasdan xuddi tog'dagidek havo qilib berar ekan. Tog'da nafas olayotgandek his qildim o'zim. Ikkinchi funksiyasi bu освежитель aromatli uydan doim приятный hid taralishi birinchi o'rinda. 3 xil aromati bor ekan, fresh aromati juda yoqdi. Bir tomchi quydim va butun xonamiz juda приятный hid bilan taralib ketdi. Uchinchi funksiyasi plyusos. Uyda umuman chang qoldirmas ekan, bu plyusosdan keyin siz uyingizda ishlatayotgan plyusosingizni aniq tashlab yuborasiz. Sababi uyingizdagi qopli stakanli plyusoslar umuman changni tozalamasligini tushunib yetasiz. Roboclean changni suvga tushiradi va hamma changlarni ketkazib berar ekan. 4-funksiyasidan keyin gilamlaringiz doim top-toza turadi, ya'ni gilam yuvadigan funksiyasi ekan. Tez, oson, qulay va sifatli Roboclean plyusosi eng to'g'ri tanlovimiz bo'ldi.